Ya assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, qanaqsizlar? Ahvollaringiz yaxshimi? Tan salomatliklar qanaqa? Jiq vопросlar bo'lgan, yezyapsizlar. Javob berdim, rostini aytsam qo'l tegmay ketdi. Kreditlar to'g'riliq, kreditlar berilatamdi dedi. Kreditlar berilatgan kreditlar bor. Oldida etiketim agrarniy kreditni korporatsiyadan ikki turli kredit beryapti. Biri Isker degan programma bilan, biri Yambrikisi agrobiznes degan. Ondan keyin keng dala deb programma bor. Endi keng dala degan bizga asan kamaydi, потому что он только на весенние пассивные работы, buğday terdiğanga bir yıllık ovqat 18 aylık berildi. 18% stavkası yama az. Biroq uni bizda объемныйлык yala yo'qda. Onun uchun SPK'lar bo'lgan bo'lsa 200 gektar, 100 gektar, 300 gektar, 500 gektar degan yala bo'lgan bo'lsa, uni ağım bo'ladi, беспроблемный kredit etdi, сразу alsa, bir yil ishlatib, получается 18 aydan qaytarsa полностью. Процент yama az dedi. Endi agrobiznes degan kredit o 24%dan berilyapti. Onun 6%ni o'zinglar to'laysizlar, 18%ni hukumat to'lab berdi. O на все направления, именно сельхоз tarafda на все направления ağım bo'ldi. Yambrikisi bizning Isker degan programma. O Isker degan programmada 5 milliongacha 6% bilan 4 yilga beriladi hozir. Şu qarindoshlar almizga odamlar bo'lsa, Almutida agrarniy kreditniy korporatsiya degan nim bor. Aşağı berib yo'qsanga, полностью перечень документов менің бor, bo'lmasa личка qizingga или mash gruppa chiqirib desanga, полный перечень документni chiqirib beray. Alma, yugurib ovqat qilmaydigan odamlar bo'lsa, kommentariy bildiringlar. Shu подписканы unutmaylik, qarindoshlar, подпискаlar ancha qo'zg'alib qoldi. Şu rahmet hamım zaman bo'laylik.